Benim ismim Adam. Yedler padişahlığının şahzadesi. Bu yerde sırlık Galiskar kalesi var. Bu yolvaz benim en yakşı dostum. Mende sırlık güç kuvvet var. Lazım bolganda şemşirimni çıkırıp kattıkta olayım. Bana güç kuvvet Adam! Bu çağda yolvaz, eriş yollusu aydının. Ben Hiymenge, alemdeki en kudretlik Adem'ge aydınım. Benim özgür sırımni dostum Şadutleri son sırız. Yasağı o, ve 10 üç kişini bilir. Biz birlikte rezillik menbiyi İlantar kalesini kayıp almasla bilen köreş kılırız. Eğer Hivan'ın bizim küçümültüğü, Dilan'ın yoğurt çasotunu berişine avalı işitip kesse, onu süzen bağın adam, hayvalla ulan hücum kılıdı o. Dilan'ın için uya güvetse. Bezle bundaq vazifin üstigamlısın bulmaydı. Çörgün öyle baranda? Ya hiyagi konuşta xatarlik. Kandak? Onun oltırdığın etler deniz armiyasının yeni hıldaki en tıs parahodu. Onun o parkı olduğuna karşı tarlı kılmayma. Bundaq sen neymiş için bilip bağmaysa, Dilan'ın qaysı şahıs Himen'ge muhtaç bulduğunu bilmeysen de. Yolga çıkışık tayarlı kılınla. Sen ketkendi ki benim işki pensem buldu. Adam karaptı. O buya gelip avartılık deyip ben misin? Bulamdı. Çatak yok bu işini kılıç asar. Boldi, ben yukarı jasnotluk mıltıkını paraxotga kirib qo'yay. Xayr, Oko. Xo'sh, Dilan, sepra ko'ngillik bo'lsin. Erdirlar, diqqat qilib boshqa. U qandoq kirdiki? Bu parkı taz ilgirliydi. Bu sürat bilan uyagi vaqtida yetib bag'il bo'lmaydi. Voy, Adam, sen bu yerga nima qilib kelding? Meningcha har qanday yaxshi fursatni qo'ldan berishga bo'lmaydi. Seningchi qanday? Hey, endi seni g'imam yeydigan bo'ldim-da. Yeni kural asan kul kemaydigan bo'ldi. Agar uningga erishsa, butun etnirdagi hayvonlarning qo'mondoni bo'laman. Iliqi bosmami buning ichida? Skrinchoqmi bodihi? Bizning qanchalik tezlikda mengayotganligimizni bilmadim. O nima? Bir narsaga yo'liqqanda qilamiz. Qara! Çatak oldu. Bu nima? Clark, yetmirdiki çoğun məxluq. Eğer bizden hareketlenmeydiğen olsak paraxut ördük gidiyordu. Bu ya hakikaten ben küçükken emez bu. Hem de o kandakta kabul tutduğanlığımda bir körsün. Kalaylıkan adam tutuşunun edepsizlik bulduğanlığını sana eğitmeğen miydi? Clark'ın paraxutunu çökürmüydü o. Gel.
kichik matroslarning hammasi xatardan qutuldi, lekin Dila ko'rinmaydi-ku. Dila, sen nerede? Agar Dila bu yer cho'kib ketgan bo'lsa, biror chiqish egiz topa olishi mumkin. Yuqori частотных miltaq. Osido ketdi. Ular hamma narsani yutib talaydi. O texçi bana ekşi buyurdu bu. O belik emas, belki bir başını belirken. Endi nima yo'li qolmagan tam. Ben bundoq ko'p osido kitlarini ko'rib boqmabdi ekanman. Ular o tarafdan kelgan o'xshaydi. Xeyli yiroq ekan. Bu yo'l ko'rsatkich asob o'xshaydi. Onunla erkishib olsam Dilani tepishim mumkin. Yana texnik nurg'unlarimi bor. To'g'ri. Mush taraf qarab menga yuray. Amani topib. Besim kuch qalqinning kuchi ajizlashdi, lekin hozir qaldin saqlay oladi. Dada, bu eng oxirgi lazer nur tugaydi deb qoldi. Bu yer kaginimizga pek pushaymon qilyapti-ma. Bolam, Landi Shah meni ordening tarixshunosligiga tayinladi. Bu bir zo'r sharaf. Bizning bu yerga kelishimiz xizmatning ehtiyoji. Bilaman, lekin bu qadimiy xarobilik deyishim yo'q. Faqat eski tuski narsalar. Balkim shundaqdir, lekin asli bu yer bir go'zal shahar edi. Sening bu yerda kimlarning yashaganligini, nima ishlar bo'lganligini bilgin ekanman. Mening demoqchi bo'lganim o'rgangim keldi. Kunlarning birida men bu to'g'ri, sizdek bo'lsam-da, lekin ikkimiz biroz qo'rqyapmiz, shundaqmi? Umid bag'osti. Buningga qat'iy ishonishimiz kerak. Faqat ishonch qat'iy bo'lganda hamma narsa amalga oshadi. Yaxshimsiz? Kim bo'lsangiz mayli. Ben sarka aradagi xeyva. Anladingizmi? Biz qiyinchilikni yo'liqdik. Ig'ir qiyinchilik. Voy, ko'rinmaydi bu. Nemidikan qarang'i bu. Sizning yomon emas to'qiyman. Borman. Ben burunga o'ylashim kerakdi. Mening bilan ko'rishganingga och xo'jalamasda qilsin. Nemishga do'stingdan ahvol so'rab qo'ymaysan? Dila. Qandaq, sen nemishga uni qutuldurmaysan? To'xta! Lakin
Asan rəqabətləşib baxsaq qandaq, kim yensə Dilanı şu öpkəsək, hə? Ona da. Ben kaldak mı seni yeni la ya? Allah bolsa sınab görəylik. Hə, yaman eməskə. Bu kadar at. Şunda. Hem de o Dilanı öpkəsək ola. Keçirgin, biraz azar yedim. Eymen, yana kaçıp gidemezler. Bu sen boy istigen Esma. Rahmet sana, bizim aile. Bu yerden yo'qol maxluq. Atla, mormanga taqabıl turumuz deb yuqori chastotlıq miltiqdan ayrılıp qapdıq. Ben çokum tapıma, ensirme. Hey man, hey, endi chiqsang bo'ladi. Ha. Adam? Dila, seni kögünümge pek hoş alma. Men texi, mening demoqchi bo'lganim, sen nereden topding? Sen bunu demekçi mi? Mandaq gap. Bunu bayatı xiyme bana berdi. Meningçe emdi qırğağa çıksak bola. Meni demekçi bo'lganim köp üzüp pek yerip kettim. Tügeştik. Bizim küçümüzde ışıtılıp oldu. Lazır nurumu tügüde dada. Ula geldi. Yakarak ya balam. Dada, ilaken. Yeni adamı var ki. Xuda şükür. Biz del vaxtıda ketdimiz. Vaqtida chaqchaq qilma. Biz gulgiranmay qag'il tasli qaptimiz. Yuqori chastotliq miltiqning önümü yaxshi bo'ldi, Xeva. Hozirdan boshlab bexatar bo'ldinglar. Bu beqoltisish bo'ldi. Biz ishni qanday boshlaymiz? Demoqchi bo'g'lim, bu xaroba aslida bir go'zal shahar, to'g'rimi? Biz bu yerda kimlarning o'tganligini, bu yerda nima ishlarni bo'lganligini tekshirib isbotlaymiz. To'g'rimi dada? To'g'ri bolam. Biz boshlaylik, hozirlik boshlaylik. Sizlar mi tala? Men sizlar vazifani nihoyat muvaffaqiyatga o'rindinglar.
Bu qitim Xeymanga rahmat etish kerak. U meni Kraken bilan Mormandan qutuldirib oldi. Ya'ni yuqori chastotliq miltiqni tepadi. Uni sen qilgan-ku deyman. O'g'il shundoq. Demoqchi bo'lganim, u yerdan chiqsa dengiz okean haqiqatan cho'nkan. Hamma suv. Suv, okean. Bu qitim qolima hargiz sirib chiqmayman. Xiva ular go'stin Xudoning dargohiga ketgan tasli qoldi, shundaqmi? Lekin Xiva o'xshash bir sayohatchi yoki olimga nisbatan yovvoyi hayvonlarning hujumiga uchrash nurg'un xatarlarning bir xili. Tarixiy taraqqiyot davomida botir o'g'il qizlar yangi bilim ustida izlanadi. Har xil xatarlar bilan ilishib, keyingi kishilar uchun yo'l ochadi. Biz bu nomsiz qahramonlarning o'zini berishlashdagi ro'yini o'rganishimiz kerak. Kishining yurak tarzini titrtadigan yana bir hikoyani ko'rishamiz.